Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli Shavot Avto kanaliga bo'lsa, sizlar bugun navbatdagi reklamamiz katta bolalar mashinasi Gentra bo'ladi. Shu holati zo'r ekan. Polni shumka, xullas hozir bir gap bilan aytganda videoni ko'rib tomosha qilasizlar, birdan like bosib, Gentra izlariga obunachilar videoni tashlab qo'yamiz do'stlar. Gentramiz do'stlar 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar 100% toza, polni shumka qilingan, даже bampergacha shumka qilingan, holati zo'r, hamma navorotlari bor. 2022-yil 30.000 km yurgan, narxi 170 million so'm. Срочный aloqaga chiqamiz. Ekrani pastda egasining nomeri, прямо egadan reklama qilish uchun 2 turib bo'lsa, срочный sotib olamiz. Вообще mashina gapsiz bo'lishi mumkin emas. Hozir bir qator videosini ko'rsataman, tomosha qilib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Elde krilo, kapot, bamperlar polni shumka qilingan, holati zo'r. Amerikancha Optra hamma narsasi original bo'lgan, ledlar ustanovka qilingan, даже tumankalardan ham ledlar o'tdi, holati zo'r. O'zini firmaning sakadiskasida yumshoq balonlar 4 dona tozasidan qo'yilgan, gir plavoy qo'yilgan, tonirovkalar qilingan, razresheniyasi bor, holati zo'r. Xullas, mashinamiz tayyor avtomobil bo'lsa, chotki holatda o'tdi. Hozir bir qator ishlarni ham ko'rsataman. Buni bo'lsa motor ham kuchaytirilgan ekan, pauk dema. Xullas bir xili kuchaytirilgan narsalar qo'yilgan. Yana kojinli chexollar qo'yilgan, holati zo'r. Lyuk bor, avtomat korobka, monitorlar ustanovka qilingan. Xullas mashinamiz tayyor avtomobil, poliklab qo'yilgan. Bir joyidan ham kirchiqi, ko'ngilni xira qiladigan yerlari yo'q, glansoviy stoykalar qo'yilgan. Keramik polirovka qilingan, xullas holati zo'r. Mashin yonib turibdi. Mejigalar ham bor, olov bo'lib turibdi-ku. Endi telefonda hozir sizlarga yetirib berish qiyin, lekin kelib yanimdan ko'rsangiz, mashina holati chotki holatda turibdi. Motorlar ham zo'r turibdi. 30.000 km yurgan do'stlar, 30.000 km yurgan, mashina holati zo'r. Xullas chotki holatdagi Gentramiz sotuvga keldi egalaridan. Bunga umuman rasxod qiladigan yerini o'zi yo'q. Hozir bagaj qismini ochib ko'rsataman. Olasiz, faqat haydaysiz. Chotki holatda turibdi mashina. Qara Gentra izlaganlar uchun do'stlar, shu videoni tarqatib qo'yamiz. Orqasi ham zo'r turibdi, biznda turibdi do'stlar. Mashinamiz biznda, zapaskilari yerga tushmagan, даже orqa hammilari shumka qilingan do'stlar. Hozir ko'rsataman sizlarga. Zapaskilari yerga tushmagan, holati zo'r. Orqalari laminatsiya qilingan, kirchilib ketmasligi uchun. Xullas bir gap bilan aytganda, mashinani olasiz, faqat haydaysiz. Holati chotki. 2022-yil. Polni tonirovka ruxsatnomalari bor, 30.000 km yurgan. Biznda polni shumka qilingan do'stlar, bunda shumka urish normal summa turadi. Hammilari beton bo'lib turibdi mashinani. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 170 million so'm ustida galish barabarladi. Pastda egasining nomeri turadi, prямо egadan egasini telefon qilib galishib olishingiz mumkin. Faqat срочный sotiladi. Videoni ko'rdingizmi, sразу telefonlashasiz, ulgurib qolasiz. Sababi 2022-yil 170 million so'm. Bu shunchalik navorata do'stlar, summasi zo'r narxda do'stlar. Holati chotki. Garantiya libo yerini egasi bilan telefonlashib olaverasizlar. Birdan like-ni bosib, videoni Gentra izlaganlarga tashlab qo'yamiz. Pastda egasining nomeri turadi, tezroq bog'lanib xarid qilamiz. Hammaga omad, hammaga shunday chiroyli, toza avtomobillar xarid qilib haydash nasib qilsin.